Yozma qismidagi 37, 38, 39-test qismi savollarni ko'rishda davom etamiz. Bu misollar albatta 4-5 oktyabr kuni takrorlanishi mumkin. E'tibor beringlar, bizlarga to'g'ri burchakli uchburchak berilgan va to'g'ri burchak uchundan bisektrisa chiqarilgan bo'lsa dedi, ikki dona tengli uchburchak hosil bo'ldi. Demak, ikkisi tengli ekanligidan 45, birimiz ham 45 gradus ekanligini va bundan birimiz 90 gradus, ya'ni bu balandlik ekanligini bilib olishimiz mumkin. Hosil bo'lgan jismning to'la sirtini so'rab turibdi A qismida, ya'ni 37-savol bo'ladi bizda. Demak, jism chizib olamiz. Men buni ko'rishda chizib olaman. Sababi buni gipotenuzasi atrofida 360 gradusga imlatib burmadan turibdi. Demak, buramiz hozir buni. Demak, mana shunday ko'rinishda to'g'ri burchakli jism paydo bo'ladi va bu yuqorisi bir to'lagandan keyin, ya'ni bu 360 gradusga burgandan keyin bizda ikki dona konus paydo bo'ladi. Va buni to'la sirtini topish uchun, ya'ni S to'la ikki dona S konusga bo'ladi. Ya'ni S to'la bundan gap chiqadi 2, bilasizlar, pi r l. Shundan topamiz bu yerda radius. Bir narsani tushunib olinglar, bizlar bu yerda radius, mana bu h balandlik, yana bu l. Endi qaranglar, shuni moslashtiramiz. Endi bu yerda mediana tushgan gipotenuzani teng 2 ga bo'lsa va u gipotenuzani yarmini, ya'ni 2 + 2 deng. Bundan teng ekanligi bilinadi va bu yerda tomon 4 deng. Bizda bu yerda tomon mana bu qismdagi l deng, ya'ni limiz 4. Radius va balandlik bir-birini deng. Buni ham 2 + 2. O'rnidan qo'yib beramiz. Demak, S to'la bizda 2 ko'paytirib pi o'rnidan 3 qo'yib turibdi. R o'rnidan 2 + 2, L o'rnidan 4. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 48 + 2 degan javobimiz kelib chiqadi. Ana endi B qismini ishimiz, ya'ni B bizda 38-savol bor. 38-savolda jismning hajmi ham bu yerda xuddi shunday, ya'ni V hajm 2 dona V naniki, demak shunda konusniki. Hisoblasak 2 ko'paytirib 1 / 3, pimiz 3 ko'paytirib r kvadrat h edi. O'rnidan qo'yib beramiz. Demak, bu qisqarsa 2 r ni kubi bo'ladi. Ya'ni 2 + 2 ni kubi. Bu yerda 2 ni kubi 8. Mana bu + 2 ni kubi 2 + 2 deng. Bundan gap chiqadi 32 + 2. Ana endi S qismida bizda mana bu jismning ichine dedi, aylana chizdik dedi. Demak, jism e'tibor etgan bo'lsangiz, bu kvadrat bo'lib turibdi bu. Chunki mana bu qismlar 45 gradus. Ya'ni diagonal buni teng 2 ga bo'lib turibdi. Demak, bu yerda kvadratning ichine aylana chizilganini tasavvur etsak bo'ladi. Demak, aylana chizilgan kvadratning ichine. Demak, aylana chizilgan kvadratning ichine. Va buni tomondan teng bo'ladi buni diametri. Demak, radius buni tomoni 4 ga tengadi mana L. Demak, shunda radius 2 ga teng bo'ladi. Buni hajmi 4 / 3 pi r kub. Pi lar qisqaradi. Demak, bu teng 4 r kub. Ya'ni mana buni kubi 8. Javobimiz 32 chiqadi. Xudo xolasa, keyingi videolarning barchasini shu Telegram kanalimizga joylab boramiz va sizlarga 1 oktyabr sanasigacha barcha videolarni joylab beraman.